Trekerikini oldi kalotkasini almashtirganda, oldiga orqaga qo'zg'alib tormoz bosganda tiqillab qolyapti. Hozir shuni sizlarga aybini ko'rsatib qo'yaman va qanaqa to'g'rilashligini ham ko'rsatib qo'yaman. Oldi kalotkasi tugagandan keyin zamin bo'lgan, to'qqillagan do'sh chiqib qolgan, ya'ni orqaga oldiga yurganda to'qiladi. Xo'sh, qaranglar, mana kalotka o'zi inida o'ynayapti. Tormoz bosganda aporniy bilan birga oldiga tushadi, aporniy bilan birga orqaga yurganda tormoz bosganda kalotka tepaga uriladi. Aytishingiz mumkin, o'zini qaldirg'ochini ham bukib qo'yib qo'ysa bo'ladi deyishingiz mumkin. Bu временный bo'lib qoladi. Buning yechimi kalotkaga ozgina sirarka qo'shib yuborilsa, tepaga pastga yurishlari sirazi yo'qoladi. Mana tayyor to'g'irlab qo'ygan variantimiz. Mana qaranglar, o'sha kalotka o'sha o'ynamayapti. Shunday sababotni orqaga, oldiga bemalol mana qimillaydi. Xo'sh, me'yori bor, o'sha me'yorda qilinadi. Xudo xolasa shu do'sh ham yoqiladi. Bu videoni trekkeri bor aka-ukalarga yoki shu muammo bilan qiynalgan aka-ukalarga yuborib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Videoga bitta like bosib, poddeska qilib turasizlar.